Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Bugun sizlar bilan Meroj kechasi ro'za vaqtlari, Meroj kechasida qanday nafil namozlar o'qiladi, Meroj kechasidagi ibodatlar, zikrlar va Meroj kechasi haqida batafsil gaplashamiz. Ma'lumotlarni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlarining Islom.uz sahifasida joylashgan 9 bobdan iborat maqola asosida tayyorladik. Videoni oxirigacha ko'rmasdan oldin xulosa qilmang. Hamma ma'lumotlarni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning 9 bobdan iborat maqolalaridan o'qib beramiz. Videoni boshlashdan oldin ko'proq odamlarga yetib borish uchun like bosib qo'yishni unutmang. Birinchi bob: Meroj kechasining fazilati. Xalq orasida Rajab oyining 27-kechasi Meroj kechasi bo'lib, uni Qadr kechasi kabi o'tkazish kerak degan gap-so'zlar mashhur bo'lib qolgan. Hatto ba'zilar Meroj kechasida o'qiladigan maxsus namozlar borligini ham aytib yurishadi. Yana aytishlaricha, Meroj kechasida o'qiladigan namozlarning har bir rakatida falon xos suralar o'qilar emish. Meroj kechasida odamlar orasida har qanday tafsilotga ega namozlar mashhur bo'lib ketganini Alloh biladi. Har birimiz yaxshilab bilib olishimiz kerakki, bu gaplarning hech biri shariatda biror asosga suyangan emas. Ikkinchi bob: Meroj kechasining tayin qilishdagi ixtilof. Bilingki, Rajab oyining 27-kechasi Nabiy sallallohu alayhi vasallam Merojga chiqqanlar deb aniq ishonch bilan aytib bo'lmaydi. Chunki bu borada turli rivoyatlar mavjud. Ba'zi rivoyatlarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Merojga Rabiul avval oyida chiqqanlar deyilsa, ba'zilarda Rajab oyi, yana boshqa rivoyatlarda esa boshqa oylarning nomi zikr qilingan. Shuning uchun aniq ishonch bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallam falon kechada Merojga chiqqanlar deb aytish durust emas. Uchinchi bob: Nima uchun Meroj voqeasining sanasi ma'lum emas? Shundan bilib olish mumkinki, agar Meroj kechasi Qadr kabi maxsus kecha bo'lganida, albatta Qadr kechasi kabi u haqda ham oyat yoki hadislar orqali maxsus bir hukm sobit bo'lgan va u kunning tarixini, oyini yodda tutishga katta e'tibor qaratilgan bo'lar edi. Lekin Meroj kechasining tarixini yodda tutishga qattiq e'tibor berilgan emas. Demak, Rajab oyining 27-kechasi Meroj kechasidir deb aniq tarzda aytish durust emas. To'rtinchi bob: u ulug' kechadir. Meroj kechasida buyuk voqealar sodir bo'lganligida shak shubha yo'q. Chunki unda Nabiy sallallohu alayhi vasallam osmonga ko'tarilib, u zotga qurb maqomi ummatlarga namoz tuhfasi ato etilgan. Hech qanday shaksiz u kecha ulug' kechadir. Hech qaysi musulmon u kechaning ulug'ligiga shubha qilmaydi. 5-bob: Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida Meroj bo'lgan sana 18 marta kelgan. Meroj kechasi payg'ambarlikning 5-yili sodir bo'lgan. Shu voqeadan so'ng Nabiy sallallohu alayhi vasallam 18 yil yashadilar. Lekin shu yillar mobaynida u zot sallallohu alayhi vasallam Meroj kechasi borasida birorta maxsus hukmga buyurmaganlar yoki u kechaga alohida e'tibor qaratmaganlar. Yoki Meroj kechasi Qadr kechasi kabi ziyoda ajru savob kechasi degan emaslar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tomonlaridan bu kecha haqida na biror amal sobit bo'lgan va na u zot davrlarida u kechani nishonlashga alohida e'tibor qaratilgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlari u kechaga alohida e'tibor qaratganlar va na sahobiylar u kecha haqida biror so'z aytganlar, na alohida e'tibor bilan nishonlaganlar. 6-bob: u kabi biror ahmoq yo'q. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu olamni tark etganlaridan keyin 100 yilgacha sahobiylar dunyoda mavjud bo'lganlar. Ana shu 100 yil ichida biror sahobiyning Rajab oyining 27-kechasiga alohida e'tibor berganligi haqida biror narsa sobit bo'lmagan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlarida mavjud bo'lmagan narsalar sahobiylar zamonlarida ham mavjud bo'lmagan. Shunday ekan, Meroj kechasining dinning bir bo'lagi deb aytish yoki sunnat deyish yoki u bilan sunnat kabi muomala qilish bid'atdir. Qaysi kecha qanday fazilatga ega ekanini kim Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ko'ra yaxshi biluvchi yoki sahobai ikromalardan ko'ra ibodatga shavqliroq bo'lishi mumkin? Aytingchi, u zot aytmagan gaplarni aytib sahobalar qilmagan ibodatni qilishga uringan kishidan ko'ra ahmoqroq kishi bormi? 7-bob: dinni sahobiylardan ko'ra yaxshiroq biluvchi bormi? Sahobiy, tobein va
Tabiinlar dinga tegishli har bir narsaning haqiqatini barchadan ziyoda biluvchi, yaxshi tushunuvchi va dinga mukammal tarzda amal qiluvchi insonlar bo'lishgan. Agar bir kishi men ularga nisbatan dinni yaxshi biluvchiman yoki dinning zavqini ulardan yaxshiroq his qiluvchiman yoki ulardan ko'ra ibodatliman desa, haqiqatda u kishi telbadir va dinning haqiqatini tushunmabdi. 8-bob. Bu kechada xos tarzda ibodatga e'tibor berishi bidat. Rajab oyining 27-kechasiga xos tarzda ibodat uchun e'tibor qaratish bidatdir. Aslini olganda Alloh taolo qaysi kechada ibodat qilishga tavfiq bersa nur ustiga nur. Lekin bir kunni alohida ibodatga xos tarzda tayin qilib bo'lmaydi. Tibiy rahmatullohi alayh aytdi. Bundan kelib chiqadiki, kim mustahab ishda bardavom bo'lib, buni qilmasam bo'lmaydi degan e'tiqodda bo'lsa va ruxsatga amal qilmasa, shayton uni adashtirishga muvaffaq bo'libdi. Endi bidat va munkar ishda qattiq turib olgan kishining holi qanday bo'ladi? 9-bob. Rajab ro'zasi. Shuningdek, 27-Rajab kunining ro'zasi haqida ba'zi odamlar Ashuro va Arafa kunlarining ro'zasi kabi Rajab oyi ro'zasining fazilati bor deb tushunadilar. Rajab oyining ro'zasi haqida bir ikkita zaif rivoyatlar naql qilingan, lekin bu haqda sahih sanad bilan biror rivoyat sobit bo'lmagan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh. Azizlar, biz maqolani Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlarining savollar.uz islom.uz sahifasidan oldik. Bir kishi shu haqda savol bergan va Shayx hazratlari 9 bobga bo'lib umumiy holatda jamlab javob berib chiqqanlar. Videoni oxirigacha ko'rib tushungan bo'lsangiz, men juda ham xursandman. Agar videoni oxirigacha ko'rmasdan aynan bir qismini ko'rib har xil o'zingizni fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, yo'q, unday emas deb sizdan iltimos qilib qolgan bo'lardim. Maqolani boshqatdan o'qib chiqishni yoki bo'lmasa videoni boshqatdan ko'rishingizni iltimos qilardim. Hammamizga kirib kelayotgan Ramazon oyi muborak bo'lsin.